Yana biz Imran Buildings'damiz. Xo'p, hozir turgan xonadonimiz 8 etajli domning 7 etaj bo'lyapti. Xo'p, bu yer studiya qismi bo'lyapti. O'zi bir xonalik 55 kvadrat maydonga ega. Xo'p, arqa tarafimizni ko'rsatib o'ting. Bu yoqda chiroyli shkaflarimiz saqlab qo'yilgan. O'zi ikkitalik televizor qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. Xo'p, bu yoqda sanuzul qismimiz MDF eshiklar qilingan. Sanuzul qismimizni ko'rsatib o'ting. Xo'p, oyoq taylari kafel qilingan, devorlari dekorativ qilingan. Tayyor holatda kvartiramiz vod bo'lgan, asosiysi devorlarimiz ko'rib turganingizdek moysha aboyda, eshiklarimiz MDF eshiklar, originallari. Xo'p, bu yoqda 9 spalnimiz bor, stroyniy shkaflarimiz bor. Kirib yashashga tayyor xonadon. Ko'rib turganingizdek high-tech usulidagi qandillarimiz ham ilingan. Mana bu yerda kiraverishda ham chiroyli qandillar sharga o'xshatib taxlatib qo'yganlar. Xo'p, keyingi xonani ko'radigan bo'lsak, bu yoqda kuxniy nabor bo'lyapti. Kuxniy naborimiz 3 etajlik, xuddi devorga moslashtirib zakazdan qilingan. Barcha patologlarimiz natijada qilingan, high-tech usulidagi qandillarimiz ilingan. Xo'p, bu yoqda shkaflarimiz bu konturli kotyol o'rnatilgan, xonalarimizni isitadi. Narx qismiga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, oxiri bo'ladigani 38500 deyaptilar. Yana 50 so'm 100 so'm o'tiladigan joy bor baribir. Bemalol pastak raqamlarga murojaat qilib bog'lanib baraka qilishingiz mumkin. Videoni Buxara City'dan uy qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying, like partisga esdan chiqmasin.